Men uyimni orqasidagi konni ko'rmay qolibman. Teshik bor edi, o'shani yopayotgandim. Undan keyin katta kon bor ekan. Keyin olib olaman mana. Bu yoqlardan bu yoqlargacha ketgan. Men bu yerda bir ikkita ko'mirlar bor ekan, o'shalarni olib olayotgandim. Men bunday joyga duch keldim. Bu spawner bo'lsa kerak buni tagida. Qarang, bismillah deb ko'ramiz. Bu yerda nimadir bor. Boyaki bu Ender Dragon'ni portali. 100% garantiyalab beraman. Ender Dragon'ni. Men nima dedim? Shu bundan bormi shu Ender Dragon'ni portali? Onasini emsin. Voy, bu men yer osti boyakim bo'ladi. This is watch. Do'stlar, buni ko'rib aniq shokka tushib qolishinglar aniqligini biluvdim. Endi bu men yer osti saltanatim. Bilan buni qaranglar, do'stlar. Voy, buni o'tolmayman-ku mana. Boltani olamiz. Men bu qo'lga bolta. Voy, bolta ham yo'q shu paytda. Bitta bolta esa olsammi dedim. Buni bo'lamiz. Qilich bilan sindirsa tez ketadi. Parkurchilik mahoratimni ishga solaman. Voy! Parkurchiman-u. Sizlar nima deyapsizlar? Parkurchini uchiga chiqqaniman-u. Nima deyapsizlar? Voy, sanlar nima deyapsizlar? Biroz Ender Dragon portali bor. Bu Minecraftda Ender Dragon portali bo'lgan bilan unga ko'z ham yo'q. Nezerga borib ko'rsanglar qizil qal'a bor, lekin ana blizlar bor. Oltin tayoqcha tushsa ham ana topdim. Endermenlar o'ldirsanglar ana unaqa tushmaydi. Hozir biz bitta cheat qilamiz. Ya'ni kreativda kelmasa, hozir o'lib qolsam, men tirillab ayallik qilaman. Sizlarga hali ham buni video qilib chiqarayotganimga shukr qilinglar yo deylar. Shukr qilsalaring ham, demasalaring ham menga uni foydasi yo'q. Sizlar topga voy mana g'or. Yana bitta. Sizlar shuncha qilganimga yarasha like bosib obuna bo'linglar. Shu bilan menga yordam bergan bo'lasizlar. Aytmoqchi, bu yerda bo'sh bo'ladi. Bu yerlarga kelmagandim shekilli. Bu yer qayerga olib chiqadi? Chiq. Ha, uni yengni. Bu yerda qamalib qoladi. Ha, men tushundim. Bu yerda qamalib qoladi. Böyle eshigi ochiq ekan. Yana shu yerga qaytib keldim-ku. Do'stlar, mana topamayapmiz ko'p turganlaringdek.
5 minutdan beri qidiryapmiz. Kutubxonani topishim kerak endi. Bala. Shu shoshmanglar-da, favorani topdim. Bu boyagi qamalib qoladigan joy. Favorani qayeri? Mana bu. Yo'q. Ochiq joy bor edi. Bala, men yo'qotib qo'ydim. Bala. Yo'qotib qo'ydim. Qayerdan chiqdim men? Qani uyim? Mana chiqqan joyim. Mana do'stlar, men bu yerdan kirdim men. Vay, o'sha joyga men belgi qo'ymaganman-ku, endi topolmayman. Mana. Bir qayer. Shunchaki ustunlar ko'tarib turish uchun. Vay, blять. Turib yurgan, uchib yurgandan ko'ra turib yurgan yaxshi deydi-ku. Vay, endi qayerdan topaman uni? Bari bormaganman. Fakil qo'ygan joylarimga borganman-da men. Mana. Tushgan joyim. O'shadan video boshlangan. Mana. Böyle tepa ancha qiziqarli. Tepada nimalar bor edi? Tepa anavi joy-ku. Voy, men shunaqa o'zimda yo'q xursandman buni topganimga. Eshikcha olamiz. Vay! Lapatkamni o'rniga ham olamanmi? Vay, onasini emsin. Narvonni o'rniga olmoqchi edim. Endi bu yer ko'zga tashlantirish uchun men bunaqa qilib o'rayman. Men bu yerga yozamiz. Reder
Red Dead 2'ning yer osti uyi. Mani yorim. Qo'shiq qizlar qo'shig'ini aytib naxiy kerak demoqchi edim, lekin men so'kinmayman. Dinga yarasha ish qilamiz, do'stlar. So'kinish. Voy, men qayerdan kelgandim? Mana. Uyimga olib chiqadigan joy shu yermi? Ye bila. Yana bir ana. Bu yermas. Hozir o tarafida aylanib keldim. Uyimga oboradigan yo'l topishim kerak-da, do'stlar. Sizlar ham ahmoqsizlar, tentak, tupoysizlar deyolmayman. Sizlardan nima ayb? Sizlar meni bu yerga olib kelmagansizlar. Balkim jo'rabozlik qilib olib kelgansizlar sizlar. Masala uchun mayli. Ya mayli. Mayli. Deb yig'lamaymiz. Shoshmayla. Shoshmayla. Tush, pastga tush, onangni sani. 12 minutlik video bo'lib ketdi, do'stlar, xayr.